Bu hafta buzoq burchida ro'y beradi. Bu oy qarorlik va yangiliklar olib keladi. Dashingiz mumkin, lekin sizni qiynayotgan bo'lishi mumkin. Joylarga pul sarflash, hech o'ylamasdan kirishdi pul. Do'stlaringga maslahatlar, ham ehtiyotkor bo'ling. Do'stlaringizning asl shu kunlarda men yoki nimaga haqiqiyman degan savollar ehtimol faqat balki topgan pulingiz tushunib qolasiz. Bunga arziydimi degan bo'lishi mumkin. Agar o'zingizni qadrsizlik his bu yangi oydan butunlay xalos lekin bu oson bo'layotgan munosabatlardan voz kechishingizga dek sog'lig'ingizga ham tomoq qalqon ovoz paylari biroz ko'rinmoqda. Ko'ch Bu hafta buzoq burchida ancha qiyin bo'lgan yangi oy yuz beradi. Bu yangi oy aynan sizning birinchi uyingizda bo'lib o'tadi. Ya'ni tanangiz, tashqi ko'rinishingiz, energiyangiz, qarorlaringiz, qisqasi men kimman degan savol diqqat markazingizda bo'ladi. O'zingizni yangilash, yangicha qarorlar qabul qilish, yanada aniq va kuchli obraz yaratish istagi paydo bo'ladi. Bu davrda oilaviy masalalar, ko'chish rejalari yoki uy-joy bilan bog'liq muammolar sizni qiynashi mumkin. Bu mavzularda katta stresslar bo'lishi mumkin. Bu ish endi meni qoniqtirmayapti deb o'ylashingiz, lekin unda men nima xohlayman degan ikkilanishlarda qolishingiz mumkin. Ota-onalar, rahbarlar yoki boshqa hokimiyat vakillari bilan bahslashuvlar bo'lishi mumkin. O'zingizni bu kabi og'ir sinovlarning markazida topishingiz hech gap emas. Shuningdek, bu yangi oyda tanangiz ham ta'sirlanishi mumkin. Ayniqsa bo'yin, tomoq va jag' sohalari sezgir bo'lib qolish ehtimoli bor. Asabiylik, ovqatlanish odatlaringizga ham ta'sir qilishi mumkin. Ba'zilar stressdan ko'p yeyishi, boshqalar esa umuman ishtahasini yo'qotishi mumkin deb ko'rinmoqda. Bu hafta buzoq burchida ancha qiyin yangi oy sodir bo'ladi. Bu yangi oy sizning 12-uyingizda bo'ladi. Ya'ni voqealar ko'proq ichki dunyoingizga, ongingizga va ruhiy holatingizga ta'sir ko'rsatadi. Avvalo, bu davr sizni ruhiy tomondan charchatishi mumkin. Uxlashda qiyinchiliklar bo'lishi, ko'p tush ko'rishingiz, miyangiz esa tinmay ishlashi mumkin. Yangi oy sizni qiynab kelayotgan eski fikrlar, ichki qo'rquvlar, ayniqsa o'zingizni yetarli emasman deb his qilgan tuyg'ulardan voz kechishga undaydi. Bu davrda hislaringiz kuchayishi mumkin. Bostirilgan g'azab, ranjishlar, o'tmishda qolib ketgan lekin hal qilinmagan masalalar yuzaga chiqish ehtimoli bor. Agar kechira olmagan holatlaringiz bo'lsa, endi ular qarshingizga chiqishi mumkin. To'satdan keskin reaksiya ko'rsatishingiz yoki og'ir so'zlar aytib yuborishingiz mumkin. Og'zingizdan chiqayotgan so'zlar yurakni og'ritishi mumkin. Biror kursni tugatish, chet elga borish rejasining o'zgarishi yoki ishonib yurgan e'tiqodlaringiz aslida sizga mos emasligini anglab yetishingiz mumkin. Shu bilan birga bu davr shifo jarayonini ham boshlab berishi mumkin. Ruhiy terapiya, ong-ostingiz bilan ishlash, ruhan poklanish borasida chuqur o'zgarishlarga erishishingiz mumkin deb ko'rinmoqda. Bu hafta buzoq burchida ancha murakkab yangi oy sodir bo'ladi. Bu yangi oy sizning 11-uyingizda, ya'ni ijtimoiy muhit, do'stliklar, guruh ishlari, kelajak rejalari va orzularingiz bilan bog'liq sohalarda yangiliklar yuz beradi. Endi o'zingizga qaysi odamlar bilan yo'limni davom ettiraman, nima uchun kurashaman, qaysi orzularim ortidan boraman kabi savollarni bera boshlaysiz. Avvalo, do'stlar va atrofingizdagi odamlar bilan munosabatlaringizda katta o'zgarishlar boshlanishi mumkin. Bu yangi oy ba'zi yaqin munosabatlar aslida sizni charchatayotganini anglatib qo'yadi.
Balki menga yordam beryapti deb o'ylayotgan odamlaringiz aslida sizni pastga tortayotgandir. Pul, o'ziga ishonch, o'z qadriyatlaringiz borasida ichki kurashishlar boshlanishi mumkin. Biror do'stingiz bilan pul masalasida kelishmovchiliklar yuz berishi, birga ish qilayotgan inson sizni qiyin vaziyatga solib qo'yishi yoki biror loyihaga ortiqcha sarmoya kiritgandirsiz va endi bu sarmoyaning natijasini kutayotgan bo'lishingiz mumkin. Ayniqsa bu davrda his-tuyg'ular asosida qabul qilingan moliyaviy qarorlaringizni qayta ko'rib chiqishingizga to'g'ri kelishi mumkindek ko'rinmoqda. Bu hafta Buzoq burjida ancha qiyin yangi oy yuz beradi. Bu safar bu yangi oy sizning 11-uyingizda, ya'ni kasb bilan bog'liq mavzular, jamiyatdagi mavqe, rahbarlar bilan munosabatlar va hayotda nimaga erishmoqchiman degan savollar diqqat markazingizda bo'ladi. Bu davrda siz o'zingizni ko'rsatishni, men shu yerdaman, men borman deb aytish istagi kuchli bo'lishi mumkin. Karyerangizda burilishlar, yangi ish boshlash, lavozim oshishi, vazifa o'zgarishi yoki jamiyatdagi o'rningizni o'zgartirishga sabab bo'lishi mumkin. Ammo bu o'zgarishlar paytida nazoratni qo'ldan boy bermaydigan odamlar bilan yoki sizning muvaffaqiyatingizga hasad qiladigan insonlar bilan to'qnash kelishingiz mumkin. Kimdir sizni boshqarishga harakat qilishi yoki boshqalarga zarar bermaslikka harakat qilib, o'zingizni bosim ostida his qilishingiz ham mumkin. Bu davrda sabr qilmaslik, ish hayotingizda shoshma-shosharlik bilan qaror qabul qilish, faqat men bilaman deb boshqalarning fikrlarini inkor etish o'zingizga zarar berishi mumkin. Puxta o'ylab qilingan harakatlaringiz foyda keltirishi mumkin deb ko'rinmoqda. Bu hafta Buzoq burjida ancha murakkab yangi oy sodir bo'ladi. Bu yangi oy sizning 9-uyingizda, ya'ni hayotga bo'lgan qarashingiz, e'tiqodlaringiz, katta orzularingiz, ta'lim rejalaringiz va uzoq masofalar bilan bog'liq aloqalar markazida sodir bo'ladi. Bu davrda men bu hayotda nima uchun borman? Hayotimni qanday ma'noli qila olaman? Nimaga chin dildan ishonaman degan savollarni o'zingizga bera boshlashingiz mumkin. Agar uzoq vaqtdan beri chet el bilan bog'liq loyiha, o'qish rejalari yoki ko'chib ketish haqida o'ylab yurgan bo'lsangiz, bu yangi oy sizni shu yo'nalishda harakatga undashi mumkin. Ichki g'azab, o'zingiz bilan kurashish, ba'zida o'zingizni haddan ortiq tanqid qilish kabi holatlarga sabab bo'lishi mumkin. Qisqa qilib aytganda, bir tomondan olg'a yurmoqchisiz, boshqa tomondan esa ichingizdagi hali tayyor emasmiz, yetarli emasmiz degan shubhalar sizni to'xtatishga urinishi mumkin. Bu davrda sirli dushmanliklar, orqangizdan qilingan ishlar yoki energiyangizni tugatayotgan insonlar bilan yuzlashishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Aqliy jihatdan charchoq kuchayishi mumkin. Balki ishlayotgan sistemangiz sizga zerikarli tuyulmoqda yoki hamkasblaringiz bilan bo'lgan munosabatlarda kuch bellashuvlarini his qilyapsiz. Ehtimol tanangiz ham meni e'tiborsiz qoldiryapsan degandek signal bera boshlagandir. Bu davrda o'rganayotgan narsalaringiz, o'qigan kitoblaringiz yoki ko'rayotgan narsalaringiz hayotingizga yangi yo'nalish berishi mumkin deb ko'rinmoqda. Bu hafta Buzoq burjida ancha og'ir yangi oy yuz beradi. Bu yangi oy hayotingizdagi eng chuqur va o'zgarishlarni talab qiladigan 8-uyingizda sodir bo'ladi. Bu uy inqirozlar, qarzlar, meros, umumiy moliyaviy resurslar va ichki psixologik holatlar bilan bog'liq. Avvalo, pul masalalari bu yangi oyda asosiy mavzu bo'ladi. Ayniqsa boshqalar bilan birgalikda ishlatiladigan mablag'lar, masalan, bank hisoblari, kreditlar, qarzlar, aliment, sug'urta kabi masalalar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Turmush o'rtog'ingiz, hamkoringiz yoki oilangiz bilan moliyaviy masalalarda biror mojarolar yuzaga kelish ehtimoli bor. Bundan tashqari ijtimoiy hayotingiz, do'stlaringiz va rejalaringizda muammolar paydo bo'lishi mumkin. Demak, atrofdagilarning bosimi yoki guruh ichidagi vaziyatlar sizni charchatayotgan bo'lishi mumkin.
Agar biror loyihaga haddan ortiq kuch va vaqt sarflayotgan bo'lsangiz, bu mehnatingiz evaziga nima olayotganingiz haqida o'ylab ko'rishingiz mumkin. Ayrim do'stliklar sinovdan o'tishi mumkin. Ayniqsa pul bilan bog'liq kelishmovchiliklar kim haqiqiy do'st ekanligini o'rtaga chiqaradi. Muhabbat hayotingizda ham kuch o'yinlari, rashk, manipulyatsiyalar bilan yuzlashish vaqti kelgan bo'lishi mumkin. Balki uzoq vaqtdan beri ichingizni kemirayotgan munosabat turi uchun qaror qabul qilish bosqichiga kelgan bo'lishingiz mumkin. Bu hafta buzoq burchda juda qiyin yangi oy sodir bo'ladi. Bu yangi oy hayotingizdagi eng muhim sohalardan biri, ya'ni 7-uyingizda yuz beradi. Bu oy munosabatlar va hamkorliklar bilan bog'liq. Nikoh, jiddiy munosabatlar, ishdagi hamkorliklar, kelishuvlar va ochiq dushmanliklarga taalluqli. Bu safargi yangi oy oddiy emas, osmondagi T kvadrat nomli kuchli energiya kombinatsiyasi ta'sirida sodir bo'ladi. Bu esa munosabatlardagi tarangliklarni keskinlashtirishi mumkin. Agar hozirda biror ishqiy munosabatda bo'lsangiz, bu munosabat menga nima beradi yoki bu odam bilan bo'lish men uchun qanday o'zgarishlar olib keltiradi degan savollar sizni bezovta qilishi mumkin. Agar yolg'iz bo'lsangiz, bu yangi oy sizni yangi munosabatga tayyorlashi mumkin. Shuningdek, ish hayotingizda jamoatchilik oldidagi obro'yingiz yoki shaxsiy maqsadlaringiz borasida ham kurashayotgandek his qilishingiz mumkin. Balki ko'proq tanilishni, e'tirof etilishini, yetakchilikni xohlayotgandirsiz. Lekin bu yo'lda hozirgi munosabatingiz yoki ishdagi hamkoringiz sizni cheklayotgan bo'lishi mumkin. Bu davrda men nimani xohlayapman va boshqalar mendan nima kutadi degan savollar orasida muvozanatni ushlash juda qiyin kechishi mumkin. Shuningdek, oilaviy tortishuvlar, ko'chish bilan bog'liq muammolar yoki sizni hissiy jihatdan qiynab kelayotgan eski voqealar ham hozirgi munosabatlaringizga ta'sir qilishi mumkin deb ko'rinmoqda. Bu hafta buzoq burchida juda kuchli va biroz og'ir yangi oy sodir bo'ladi. Bu yangi oy sizning 6-uyingizda bo'lib o'tadi. Bu oy kundalik hayot tartibi, ish muhiti, mas'uliyatlar va salomatlik bilan bog'liq. Ya'ni erta turib ishga borish, uy ishlarini qilish, rejalarni tartibga solish kabi vazifalar haqida. Bu yangi oy sizga endi bu tarzda yashay olmaysan degan ishorani berayotgandek. Ish joyidagi siqilishlar, vazifalarning adolatsiz taqsimlanishi, sog'lig'ingizni qiynayotgan ish jadvali sizni juda charchatishi mumkin. Ishni o'zgartirish, vazifani almashtirish yoki butunlay yangi tartib o'rnatish kerakligini his qilyapsiz. Agar hozir ishlamayotgan bo'lsangiz ham, kundalik hayotingiz qanday o'tayotganini, vaqtni foydali o'tkazyapmanmi degan savollar xayollaringizni band qilishi mumkin. Miyangiz juda band, o'rganadigan narsalaringiz ko'p. Shuningdek, uzoq joyga safarga chiqishni xohlayotgan bo'lishingiz mumkin. Haddan tashqari rejalashtirish va o'y-xayollar sizni real vazifalardan uzib qo'yayotgandek bo'lishi mumkin. Aynan shu davrda siz nega bir xil mavzular atrofida aylanyapman, miyamni qanday tozalayman degan savollarni o'zingizga bera boshlaysiz. Endi aniq, sodda va kuchli muloqot qilishni, fikrlaringizni tartibga solishni xohlaysiz. Bu yangi oy sizni ruhan yangilashga va tartibga chaqiradi. Shuningdek, sog'liq masalalari ham muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa bo'yin, tomoq, qalqonsimon bezlarda sezuvchanlik bo'lishi mumkin. Haddan tashqari ovqatlanish, uyquning buzilishi yoki tanani e'tibordan chetda qoldirish kabi muammolar bo'lish ehtimoli bor deb ko'rinmoqda. Bu hafta buzoq burchida ancha og'ir yangi oy sodir bo'ladi. Bu yangi oy sizning hayotingizdagi eng quvonchli va yurakdan keladigan tuyg'ular, ya'ni 5-uyingizda ro'y beradi. Bu oy muhabbat, romantika, bolalar, ijodkorlik, sahnaga chiqish, xavfga qo'l urish va o'zingizni erkin ifoda etish bilan bog'liq. Yangi oy bilan birga muhabbat hayotingizda yangiliklar boshlanishi mumkin.
Agar uzoq vaqtdan beri kimnidir yoqtirib, his-tuyg'ularingizni ichingizda saqlab yurgan bo'lsangiz, endi ularni sir saqlash qiyin bo'lishi mumkin. Yengil tanishuvlar jiddiylashishi, romantik munosabatlar kuchayish ehtimoli bor. Lekin bu davrda ehtiros bilan birga rashk, nazorat qilish, kuch o'yinlari ham yuzaga chiqishi mumkin. Balki hozirgi munosabatda muvozanat yo'qdir. Kimdir ko'proq beryapti, boshqasi faqat olyapti. Yoki munosabatlar ichida moliyaviy masalalar, pul, qarz, aliment bo'linadigan mablag'lar haddan ziyod o'rin egallayotgan bo'lishi mumkin. Agar farzand ko'rishni istayotgan bo'lsangiz, ayniqsa tog'a ichkisi burji vakillari uchun bu yangi oy yaxshi yangiliklar olib kelishi mumkin. Agar allaqachon farzandingiz bor bo'lsa, u bilan bog'liq mas'uliyatlar, unga sarmoyalar kiritish yoki ta'lim borasida muhim qarorlar olishingiz mumkin deb ko'rinmoqda. Bu hafta Buzoq burjida juda qiyin yangi oy sodir bo'ladi. Yangi oyning asosiy mavzulari oila, uy, yashash joyi, o'zligingiz va o'tmish bilan bog'liq bo'ladi. Ehtimol hozirgi yashayotgan uyingiz sizni endi tinchlantirmayapti yoki oilangiz bilan munosabatlarda kelishmovchiliklar ortgan bo'lishi mumkin. Yoki o'tmishdagi ba'zi xafagarchiliklar ichki dunyongizga ta'sir qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu davrda hamkoringiz, oilangiz yoki yaqindan tanigan kishilaringiz bilan muhokamalar qiziqtirishi mumkin. Ayniqsa mening shaxsiy makonim, sening shaxsiy makoning degan masalalar jiddiy bahslarga olib kelish ehtimoli bor. Balki siz uyingizda erkin bo'lishni xohlayotgan bo'lishingiz, lekin kimdir doimiy ravishda chegaralar qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Yoki siz o'zgarishni istaysiz, lekin qarshingizdagi kishi sizni o'zgartirmaslikka harakat qilayotgandir. Uy sotib olish, ko'chish yoki oilaviy moliyaviy masalalar ham muhim bo'lishi mumkin. Bu mavzular faqat moddiy emas, balki o'zini xavfsiz va qulay his qilish ehtiyoji bilan bog'liq bo'lishi mumkin deb ko'rinmoqda. Bu hafta Buzoq burjida juda murakkab yangi oy yuzaga kelmoqda. U 3-uyingizda, ya'ni muloqot, o'rganish, yaqin atrof va aqliy almashinuv bilan bog'liq bo'ladi. Bu yangi oy qanday o'ylayotganingizni, qanday gaplashayotganingizni va kimlar bilan muloqotda bo'layotganingizni ko'zdan kechirish vaqti. Avvalo, bu yangi oy ruhan poklanish jarayoni hisoblanadi. Boshingizda aylanayotgan, ammo natijasi bo'lmagan fikrlar, takrorlanuvchi g'oyalar, doimiy gaplashib yurgan insoningiz bilan munosabatlaringiz sizni charchatayotgan bo'lishi mumkin. Endi soddaroq, amaliyroq va mustahkam fikrlar yaratish vaqti keldi. Yaqin atrofingizdagi insonlar, aka-uka, jiyan, qo'shnilar bilan ziddiyatlar yuzaga kelishi mumkin. Ba'zan siz juda nozik bo'lishingiz mumkin, ammo atrofdagilar buni e'tiborsiz qoldirishi mumkin. Ish joyida, kundalik mas'uliyatlaringizda va sog'lig'ingiz borasida stressli vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Hozirgi kungacha bajarishingiz kerak bo'lgan ishlarni kechiktirib, oxirgi daqiqada ularga ulgurishga harakat qildingiz. Endi esa o'zingizni tartibga solish vaqti kelgan bo'lishi mumkin. Shuningdek, aqliy charchoqlar endi jismoniy salomatligingizda namoyon bo'lishi mumkin. Bosh og'rig'i, uxlashda qiynalish, hazm qilish bilan bog'liq muammolarga e'tibor berishingiz kerak. Balki eski qo'rquvlar, avvalgi tajribalar, ong ostingizdagi yuklar bu davrda turtki bo'layotgan bo'lishi mumkin. Shuningdek, bu jarayon o'rganish, yozish, o'rgatish yoki raqamli loyihalar uchun ham kuchli boshlang'ich davri bo'lishi mumkin. Yangi ta'lim olish, ijtimoiy tarmoqlarda yoki kontent yaratish bilan bog'liq qadam tashlash, kitob yozish yoki taqdimot tayyorlashga harakat qilishingiz mumkin deb ko'rilmoqda.